Assalomu alaykum, tunuka fonchi ustakalar. Navbatdagi sinovlarimiz tayyor bo'ldi. Bu stanovimizni tig'i segment tig'iga o'xshatib bunday yotqizib qo'yilgan. 1,5 fartogi 1,5, uzunligi 1,15. Zakasimiz shunaqa bo'lgan. Bitta yana palma fasonlik stanovlari. Salafan tagida ham yana 3 kampli stanovimiz bor, tayyori. Bitta yana qaychilarimiz tayyor bo'lgan. Bular bari Tojikistonga. Bitta universal qaychamiz, uzunligi 2 metr, zakasimiz shunaqa bo'lgan. Biz tashidan tashi 2,10, 2 metr tunukani kesadi. Keyin bitta mini segmentimiz ham bor. Yana bu yoqda qaychilarimiz tayyor bo'lgan. Bular bari Tojikistonga. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Video ostiga nomerimiz qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.